kelyapti, sovuq tushib qoldi. Tabiiyki hammamiz issiqlikni xohlaymiz. Endi hammani didi har xil. Kimdir ataplikni qilgisi kelmaydi, uyimni dizaynini buzadi deb hisoblaydi. O'shunaqa odamlarga tavsiyani zo'ri, ko'ryapsizlar, elektrichki topli pollarning har xil variantlari kelgan. Xitoy varianti deysizmi, Koreya varianti deysizmi, undan tashqari mana bunaqa betonni tagiga tashlanadigan variantlari kelgan. Xuddi mana bunaqa qilasizda, mana qilib yoyib qo'yaverasiz. Buni qaranglar. Metri 15 metrdan 100 metrgacha bo'lgan variantini metrajli holatda sotib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari, agar mabodo sizlarning uylardagi kraninglar, quvringlar, qanaqadir turbalar muzlab qoladigan bo'lsa, mana bunaqa variantlari bor. Buni olib borib shunday turbalarga, o'sha kraninglarga o'rab qo'yadigan bo'lsanglar, umuman muzlaydigan holatlar bo'lmaydi. Undan tashqari, mana bunaqa elektrichki topli pollarni 38 mingdan 82 minggacha bo'lgan variantlarini bemalol do'konimizdan topsanglar bo'ladi. Yo'q, menga bunaqasi emas, suvli variant kerak deydigan bo'lsangiz, suvli variantiga ham eng katta assortiment sizlar uchun Elistroyda mavjud. Xullas, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Sizlar uchun qaranglar, o'rnatib berish xizmati ham bor. Bemalol aytaverasizlar.